Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Persep ishqibozlari. Akalar, Samarqand viloyatiga tayyorlangan Persepimiz to'g'risini tayyor bo'ldi 100%. Hozir Isuzu kelyapti. Isuzuga ortamizdan temirlar olib chiqib qo'yganmiz. Persep chiqargani. Persepimiz razmerlari eni 180, uzunligi 3,5 metr. Bortlari to'ralasi ochilib olinadi. Persepimizning rangiga e'tibor bermaysizlar, rangi oranjiy. Yana bir komfort rang bo'ldi. Persepimiz o'ngga chapga ag'daradi. Balonlarimiz Cobalt baloni. Stupitsa diskamiz 20 tur bo'lganiki. Risollarimiz 9 talik pachka, katta teleskani risollari. Xudo xolasa Persepimiz tayyor yuklagani. Kimga qanday Persep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bu Persepimizni ham bugun ortib olsak, ertaga Samarqandga yana bitta Persepimiz bor, uni ham chiroyli qilib yuklab chiqarib beramiz egalariga. Videomiz qorong'ida olinyapti, shuning hisobiga kachisi va sal pastroq bo'lishi mumkin. Silindr montajlari bo'lgan, elektr montajlari bo'lgan. Persepimiz tortgani tayyor, 100% tayyor ishga. Listlarimiz konteyner listlari. Tagiga poli ham chiroyli listlardan bosib berdik. Mana bunday listlargacha qo'yib beramiz. Slanka montajlari, elektr montajlari hammasi bo'lgan. Jiyanimiz hali maktabga kirmagan. Persepimizni tortadi, o'zi bemalol tortaveradi. Bir tortib qo'y. Ana tortyapti sekin. Ana. Persepimiz yurishlar juda yengil yuradi. Ana ko'ryapsizlar, bitta kichkina bola ham tortib ko'taradi. Shu bola uchun bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Ana bitta qo'li tortib ketyapti, zing'illatib. Ana rollarni boshqarib bemalol tortib ketyapti. Samarqandga o'zi dastavkasi bilan chiqarib yubordik, mana olib ketyapti Samarqandga. Isuzu keladi, ortamiz. Buni ham videosini qo'yamiz akalar. Kimga qanday Persep kerak bo'lsa aytaverasizlar, chiroq qilib tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on. Bo'ldi, to'xta, tortma endi. Persepimiz yurishlari cho'tki yuradi xolasa. Akalar, like, podpiska esdan chiqmasin. Dastavkasining egasini o'zi kelishdi, yo'l kirasini chiroq qilib biz ortib beramiz, yo'l kirasini berib, tushirib olib qolishadi. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.